Assalomu alaykum, hormanglar. Tikuvchilar, bugungi ishingizni ham boshlab oldingizmi? Bugungi razmerimiz bo'ksasi 92 santimetr. Uni ikkiga bo'lamiz. Mujskoy shim kesyapmiz. 92 ni yarmi, 46, 23 yarmi bo'ladi uni. 23 ga plus 1 qo'shib, korobkamizni ichkariga kiramiz. Yon chiziqdan. 23 dan 1 olib tashlab 22 qilib pastga tushamiz. Xuddi shuga korobka hosil qilamiz. Mana tikuvchi qadrdonlarim, o'zingizni shimingizga solishtirib olasizda. 2 santimetr gulfig uchun pastladik. Bu ham razmerda o'zgaradi. Velikan razmerda 3 santimetr tushiladi. 4-6 santimetr. 4 santi 6 millimetr og'imiz bo'ldi. Razmerda 10 ga bo'linganida og'i chiqadi. Dazmol chizig'imizni ham belgilab oldik. Og'i bilan qo'shilgandagi mana bu kenglik teng yarmiga dazmol chizig'imiz tushadi. Dazmol chizig'imizdan rulonni mana tekis qismidan dazmol chizig'igacha bo'lgan oraliqda o'lchaymiz. Qirg'og'ida 2 santim chokka tashlagan joyimizni ham qo'shib o'lchaysizlar. Qo'shib o'lchaganimizdagi kenglikni etakkacha olib tushamiz. Olib tushganimizda dazmol chizig'imiz tikka to'g'ri bo'lib joylashadi shunda. Shuning uchun rulonni qirg'og'idagi tekis tomonidan jazbar ichkariga olib o'tasiz. Shimni orqa qismida ham tekis qismidan mana shunaqa qilib dazmol chiziqni belgilab olinadi-da. Mana shimimizni bo'yini belgilab olyapmiz. 102. Unga 4 santi zapasi buklov haqqi bo'ldi. Materialimizni cho'zilmaydigan sintetikasi bor va albatta 20%. Bu material Yevro HB bo'ldi. Mana tizzagacha uzunlikni o'lchab oldik. Ekranda yozib qo'yganman-da. Har bitta shimda razmer har xilligi uchun doimiyga ko'rsatib o'tyapman. Kimga qaysi razmer qulay bo'lsa solishtirib oladi. Chunki nolavoy o'rganuvchilar shim darsini izlab yurishi mumkin xolos. Doimiy ishlab yurib mutaxassisga aylanib bo'lgan odam uni solishtirib o'tirmaydi. Kunlik ishi jonliga ko'niki bo'lgandan keyin ishonch komil bo'ladi. Nolavoy o'quvchilar bunga qiziqib o'ziniki bilan o'rganayotgan narsasini ongda solishtirishni boshlaydi xolos. Mutaxassisda bunga ehtiyoji bo'lmaydi. Mana tizza ko'zi qizlarjon. Yangi o'rganuvchilar erkakni ustida o'lchab olasiz tizza ko'zini. O'lchovlarni men kursda o'tib uni darslik kim foydalanishni istasa telefon qilsa o'shanga berishi mumkin xolos. Bularga odatda vaqt sarflashni keragi yo'q deb hisoblayman men. Chunki bu butun dunyo bo'yicha YouTube ko'rib o'tirishibdi-ku. Buni o'zlari bilib hisobini olib olishaveradi. Uni juda maydalab nolavoy qilish uchun men doimiy jonli ishni ustida o'tiraman. Kimdir qiziqsa jonli kelib o'rganishi mumkin. Bu narsani hunar o'rgatishni istab dars qilib mana bunaqa qilib dars o'tgandan keyin faqat onlaynda o'rgataman deb turib olib bo'lmaydi. Suhbatga ham, harakatga ham mos kelmaydi. Bu jonli ish-ku. Kimdir qiziqsa jonli kelib o'rganishi mumkin. Odatda shogird tushib o'rganiladi bu narsa. Buni his qildirish kerak-da, yonida yonma-yon. Shunda matoni kesishga bo'lgan jur'atsizlik holatini tezroq yengib o'tadi-da o'zida. Shunda individual ishlashi tezlashib ketadi. Mustaqil o'zi izlanganda 1 yil, 2 yilga siljib ketsa, agar kimdir o'rgatib qo'ysa, uni ikkilanayotgan joyini yonida haligi usta odam turganidan keyin tezroq yengib o'tib oladi. Mana shuning uchun bunga jonli o'rgatishni qo'shib taklif qilish kerak o'rganuvchi odamga. Boshqachasiga bu rost holatga kelmaydi bu suhbat. Jonli ish-ku. Buni doim shug'ullanadigan, o'rganishni istab izlashni boshlagan odam o'zi tushunib bo'ladi qiynalayotganini.
Buni jonli kelib o'rganish kerak. O'zingizni hududingizda, territoriyangizda kim yaqin bo'lsa, ayniqsa standart, texnik tomonni to'g'ri olib boradigan odamdan o'rganish kerak. Agar shogirdlikka olayotganda usta, individual o'zini qamrovida ish qilib, hududidagi odamlarni shakliga moslab doimiy ish o'rgangan bo'lsa, ommaviy ishlarni erkin bajara olmayotgan odamdan o'rganib bo'lmaydi. U odam o'zidagi nuqsonni ham o'quvchi odamga qo'shib o'rgatib qo'yadi. Buni keyin qaytarib ongdan chiqarib tashlash qiyin bo'ladi. Men ham shogird o'rgataman, ham qo'limda ishchilarim borligi uchun o'zim o'qituvchiman. Bu narsalarning xususiyati, biron odam ikkinchi odamga narsa o'rgatayotganida o'zidagini to'g'rilab ulgurmagan bo'lsa, keyingi odamga ham o'shani qo'shib o'rgatib qo'yadi. Mana shu narsa bor. Bu mehnatni ichida ko'rinadi. Doim qiynalib yurishini ichida biladi, lekin uni qanday to'g'rilashni ongda bila olmayotgan bo'lsa qiynaladi. Shuning uchun buni qaysi birini to'g'riroq shaklda olib borayotgan va u ishni bajarayotganda ikkilanish xususiyati yo'q bo'lgan, erkin mana shuni tahlil qila olayotgan odam bilan suhbatlashish kerak bu narsani. Bo'lmasa buni zakazda tikayotganingizda konvert, zavod, sexda ishlaydigan odam bunaqa darsga qiziqmaydi. Individual zakaz ish olib, qo'limga pul tushirib, shuni nonini yeyman deydigan odam qiziqadi. Bunaqa odamga individual, mustaqil, o'zini qamrovida ish qiladigan odamdan o'rganishni taklif qilmayman. O'zini nuqsonini ko'chirib o'tkazib qo'yadi. Buni keng ko'lamda erkin hudud bilan pasti balandini erkin suhbatlashib, bir kun uni tikib, bir kun boshqa narsani ham bemalol texnik tomonni bir pasda o'zi tahlil qilib, mustaqil chiqarib, tikmagan narsasini ham bo'ldi tikib beraman deydigan odam bilan gaplashish kerak. U odam shaxsiy keng tor, erkagi ayol, bolayu qarini suhbatlashganda tahlildi va u odam nima istayotgan bo'lsa, birinchi marta tikayotgan bo'lgan taqdirida ham indamay chiqarib keta oladigan xususiyati hech bo'lmasa 30-40% bo'lishi kerak. O'sha odamdan o'rganish kerak. Shuning uchun o'zingizni territoriyangizda, hududingizda mana shu narsalarni ustoz tanlayotganingizda, yana boshqalarni eshitayotganingizda suhbatda ajratishni o'rganing. Bu juda ham muhim narsa. Tasdiqdan o'tgan bo'ladi, u tajribasidan o'tkazgan bo'ladi. Shuning uchun ikkilanish xususiyati bo'lmaydi. Agar o'zi buni tahlilda chala bajarib yurgan bo'lsa, o'zi tushuntira olmaydigan joyda chiqarib olavering deb suhbatni tugatib qo'yadi. Bu narsa yana sizda shu mehnatga nisbatan savolni javobi chiqmasligiga olib keladi. Mulohaza qilishdi, tahlil qilishdi, boshqa narsalarni ham olib kelavering deb bir martada, ayniqsa hech qachon bajarmagan narsasini zakazda birinchi olib qoladigan jur'ati bo'lsa, o'sha odamdan hunar o'rganish kerak bo'ladi. Ayniqsa hunar, nazariy tahlil qiladigan o'qituvchilik, shunga o'xshash mutaxassislikda u sal boshqacharoq qiyos oladi. Lekin bu amaliy hunarli narsada buni jonli his qildirib bajarib o'rgatish kerak-da. Chiqqan chiqmagan joyini qayeridan to'g'rilash mumkin va buni noto'g'ri deb qabul qilib ongda yecholmay turgan narsangizga ko'z qarashda qanday baholab o'tish kerakligini o'rgatib qo'yadi. Shunda siz ishni bilgan bilmaganligingizda ongda to'xtab qolmaysizda, unga qanday qarash kerakligini o'rgatib qo'yadi. Bu narsa odamning shaxsiy xususiyatida yashaydi. Shuning uchun shogird ustoz tanlayotganingizda, kimdandir men biron nima bundan ham o'rganib ko'rarman deyotganingizda, uni xulosalariga birinchi quloq soling.
mana shim kesyapman, jenskiy kesyapman, detskiy kesyapman. Bu narsalar bezovta qilmaydi. Chollar keladi, erkaklar keladi. Ayollarni bezgantir, kupalnilarini tikaman. Men katta mana chevarxonada bu katta shahardagi, masalan qishloq rayon joydagi individual hududdagi ajralgan hududda ishlamayman. Hammasini ko'rib chiqish imkoniyatim bor meni doimiy. Mana 30 yildan oshdiki tikuvchilik qilaman. Mutaxassisligim o'zi metodika. Doimiy shu narsani 16 yoshimdan beri shug'ullanib kelyapman. Ayam buvimlar ham tikuvchi o'tgan, lekin ularda ham mutaxassislik alohida. Buni doimiyga qilib yurar edi. Bu narsalar asosan sezgisi tug'ma bo'ladi qizlarjon. Lekin buni birov o'rgatgandan keyin bajarish ham mumkin. O'rganishni to'g'ri bajarsangiz. Shuning